u faqat 31 yilda yashadi. Ammo uning ismi 400 yildan buyon kishilar qalbida yodlanib keldi. U azaldan hech qanday bir maktabni qurib boqmagan bo'lsa-mu, lekin uning ismi dunyodagi eng dongliq bilim yurtining mangulik belgisi bo'lib qoldi. Uning ko'z yumish oldida chiqargan bir qarori bir maktabning taqdirini o'zgartib qolmay, butkul insoniyatning bilim egilashga bo'lgan qizg'inligini yuksak pallaga ko'tarib, haqiqatga intiladigan son-sanoqsiz qalbni yo'ritdi. Bu erning ismi Jon Harvard. Ömrünün oxiridagi bir tanlashi bilan nemining mangulik narsa ekanligini yeshib bergan rivoyatsimon shaxs. 1607-yili 11-oyning 26-kuni Londondagi Thames daryosining janubiy qirg'og'idagi Southwark rayonida bir o'g'il bovoqning ansiz yig'lagan ovozi qahraton qishning jimjitligini buzib tashladi. Qassob oilasida dunyoga kelgan bu bovoqning 31 yildan keyin o'zining hayoti orqali o'lmas bir rivoyatni yezib chiqadiganligini u chaqda hech kim o'ylab boqmagan edi. Jon Harvardning balaliq davri odatdagi odamlar tasavvur qilolmaydigan azob ichida o'tdi. Uning dadasi Robert kun bo'yi haraq ichib yuradigan qassob ham bir qovoq egisi bo'lib, ularning turmushi ayni chaqda xeyli holliq saviyadagi oila hisoblanadi. Oilada 9 bola bor bo'lib, Jon balalarning 4-chisi edi. U kichigidilla dadasining qovoqida ushshaq-tushshak ishlarni qilishib berib, har xil odamlar bilan muomala qilishni o'rganib oldi. Lekin bu xotirjamlik uzunga bormadi. 1625-yili butkul Londonda vabo tarqalib, 18 yoshlik Jonning dadasi bilan 4 qarindishi uning ko'z oldida kayni-kaynidan o'lib ketdi. Ayni chaqda Londondagi hamma oilani urug' tuqqanlaridan ayrilish azobi qoplab olgan edi. Yosh Jon o'zining ati hayot qalalaydigan, qalanmaydiganligini bilmaydi. Lekin dal ashundaq mushkul sharoit ichida uning qalbida ajoyib bir o't lavuldab ko'yishga boshlagan edi. Boshqalar vabo ipkagan qayg'u hasratdan azoblanib, umidsizlikka to'lgan ashu paytda u kishilik hayot shunchalik qisqa bo'ladi ekan. Men bu cheklik hayotimda nemish qilsam ondan hayotimni ma'nilik o'tkazgan bo'laman deganni o'yladi. Opisi boshqa erga yotliq bo'ldi. Oila mulkimi chechilib bir yerga bordi. Qoida bo'yicha aytganda, dadasidan ayrilib qolgan, hamdala 18 yoshga kirgan bu yigit asli bir yerdan ish tepib qilib jinini baqsa to'g'ri bo'ladi. Lekin Jon hamma odamni hayron qoldiradigan bir qarorni chiqardi. Ya'ni Oxford dashosida o'qish niyatiga keldi. 1627-yili 12-oyning 19-kuni 20 yoshlik Jon Harvard oxiri Oxford dashosining darvozasidan kirdi. Uning yeshidagilar ayni chaqda yeshi cho'nglab ketgan o'quvchi hisoblanadi. Nurg'un savodishining yeshi uningkidan xeyli kichik edi. Lekin Jon boshqalarning o'ziga qandoq nazarda qarashiga pisand qilmadi. U faqat bilimla bu dunyodagi boshqalar mangu tatib ololmaydigan boylik deb biladi. Oxford dashosida o'qigan 5 yil jarayonida u butun ishtiyoqi bilan bilim o'rgandi. Hatto qahrton qish kunlaridami kutubxonadan chiqmay o'rganish qildi, kitob o'qidi. 1632-yili Jon Harvard bakalavrlik ilmiy unvoniga, 1635-yili magistrlik unvoniga erishdi. Bu chaqdagi Jon ayni chaqdagi haroqkash qassobning oldida tamtilab yurgan sabiy bola emas, balki ilm bilan to'liq qurollangan bir olimga aylangan edi. Lekin texmi ig'ir sinoqlar uni kutib turadi. 1635-yili Jon Harvard magistrlik unvoniga erishib uzoq o'tmayla onasi olamdan o'tdi. Ko'z yumishdan burun u Jon Harvardga 1700 fond sterlingni miros qoldirdi. Bu ayni chaqda nihoyatda ko'p pul bo'lib, bu pul bilan Jon Angliyada boy-bayoshat turmush kechira oladi.
oliy maktab tarbiyasi ko'rgan bir ilm egisi bo'lish sifati bilan uning Angliyadagi istiqboli nihoyat porloq edi. Lekin uning qalbida boshqacha bir o't lovuldab kuyayotdi. 1636 yili 4-oyning 19-kuni u savoqdishining singlisi Ansodil bilan to'y qildi. Bu bir jup yosh er-xotin aslida keyingi turmushini tinch, xotirjam o'tkazsa bo'laveradi. Lekin bir yildan keyinla ular kishini hayron qoldiradigan bir qarorni chiqadi. Ya'ni Shimoliy Amerikadagi Yangi England rayoniga, ya'ni hozirgi Amerikaga ko'chib bormoqchi bo'ldi. U 1637-yilining bir yoz kuni edi. 29 yoshli John Harvard ayoli Ansodilni elib yangi quruqlikqa boradigan kemaga chiqdi. Bag'on ziri jiroqlab ketayotgan England dengiz qirg'iqiga qarab John Harvardning xiyollari chigilishib ketdi. Buning o'z yurtidan mangulik ayrilish ekanligi uning ko'ngliga ayon edi. U nimishqa bunda qaror chiqardi? John keyin do'stiga yozgan xatida buni tushuntirib, haqiqiy ma'arif faqat oqso'ngaklar va boylog'ila mansub bo'lib qolmasligi kerak. Bilimga intilgan har bir odam ma'arif tarbiyasi ko'rish fursatiga erishishi kerak. Yangi quruqlikda biz texmi go'zal bir jamiyatni qurib chiqa olamiz, dedi. 1637-yili 11-oyda John Harvard va uning ayoli o'ngishli holda Massachusetts qo'ltig'iga joylashgan Charles bozoriga yetib keldi. Bu yerning turmush sharoiti Angliyadagidan ko'p nachar edi. Lekin John bu yerga tezla moslashib ketdi hamda shu yerdagi eng bilimli odam bo'lib qoldi. U o'zining bilimi orqali u yerdagilarning har xil masalalarni bartaraf qilishiga yordam qildi. Johnning mo'l bilimi va qizg'inligi nihoyat tezla u yerdagilarning hurmatiga erishdi. Lekin Johnning bu chaqda og'ir kasalga giribtor bo'lganligini hech kim bilmaydi. Yangi quruqlikqa kelib 1 yil o'tgandan keyinla u to'xtamay yo'tilishga boshladi. O'zimi kundan kunga o'riqlab ketdi. Doktor uningga o'pka tuberkulyoz kasali deb diagnoz qo'ydi. O zamonlarda bu saqaymas kasali hisoblanadi. 1638-yili yozda Johnning kasali texmi og'irlashdi. Kasal karavotida yotgan John o'zining sanoqliqli kunlari qolganligini biladi. Dal shu chaqda bir xabar uning qulog'iga kirib qoldi. Massachusetts qo'ltig'idagi yerlik organ u yerda bir maktab ta'sis qilib, shu yerdagi yoshlarni tarbiyalashni qaror qilgan. Lekin bu maktabga mablag' kamchil bo'lganlikdan istiqboli qorong'u edi. Bu xabarni anglagan Johnning ko'z oldi yo'rib ketdi. U go'yo nurg'un yoshlarning bilim yurtida qaytirqinib o'ginayotgan holatini, haqiqat uchqunining yangi quruqlikda yolqinga aylanayotganligini ko'rgandek bo'ldi. 1638-yili 9-oyning 14-kuni John Harvard Charles bozoridagi uyida tinchgina ko'z yumdi. Hayotining eng oxirgi minutlarida u tarixni o'zgartiradigan bir qarorni chiqardi. Ya'ni o'zining mol-mulkining yarimiga to'g'ri keladigan 780 fond sterlingni hamda 400 parchadan ortiq kitobning hammasini yangidan qurilgan ashu maktabga iona qilibdi. Yerlik amaldorlar uning vasiyatnomasini o'qigandan keyin hayron qoldi. 780 fond sterling degan u chaqlarda bu maktabning 2 yillik xarajatiga barobar keladi. Yilqi 400 parcha kitob bo'lsa, bilim intayin kamchil bo'layotgan bu yangi quruqlikqa nisbatan ajoyib qimmatli boylik hisoblanadi. 1639-yili 3-oyning 13-kuni Massachusetts qo'ltig'ining yerlik qonun chiqarish organi qaror ma'qullab, John Harvard apandining maktabga qilgan zo'r yordamini xotirlash uchun maktabning ismini uning nomi bilan Harvard Shoyani deb atashni qaror qildi. Shuningdan e'tiboran bir odatdagi ism mangu o'lmas bir rivoyatga aylandi. John Harvardning iyoni qilgani faqatla pul bilan kitobla bo'lib qolmasdan, balki bilimga bo'lgan bir xil o'chmas ruh edi.
u o'zining eng oxirgi tanlashi orqali kishilarga haqiqiy boyliqning pul molning oz ko'pligi bilan emas, balki shu odamning dunyoga nimalarni qoldirganligi bilan o'lchindiganligini bildirib qo'ydi. Orliqdan mana 380 yildan ortiq vaqt o'tdi. Ayni chog'dagi heliqi mablag'i kamchil, istiqboli qorong'u bo'lgan shu yuan hozir dunyodagi eng oliy darajalik bilim yurtiga aylandi. Harvard dashösi hozirga qadar jami 8 nafar Amerika zo'ngtongini, 160 nafar Nobel mukofoti sohibini tarbiyalab yetishtirdi. Son-sanoqsiz siyosiyun, olim va korxonachi mushu maktabda bilim ilib dunyo sahnasiga yuzlandi. Harvard dashösining iyona fondimu 50 milliard dollardan eshib, dunyodagi eng boy maktabga aylandi. Lekin kishilar buning boshlanish nuqtasining 31 yoshlik bir shaxsiyatsiz yosh olimning ko'z yumishdan burun qoldirgan iyonasi ekanligini hargizmi unutib qolmaydi. Harvard dashösining maktab qorosida John Harvardning haykali hali ham qad ko'tarib turmoqda. Har kuni degudek son-sanoqsiz o'quvchi va sayohatchi uning haykalini yo'qlab o'tadi. Cheklik hayoti orqali cheksiz umidning mash'ilini yondirgan, insoniyatning taraqqiyotiga o'chmas to'hfa qo'shgan bu yosh olimga chin ko'nglidan hurmat bildiradi. John Harvard garchi 31 yil yashagan bo'lsa-mu, lekin uning ruhi 4 asrni kesib o'tib, yoshlarni bilim egilashga, o'z-o'zini kuchaytirishga rag'batlantirib kelmoqda. U o'zining hikoyasi orqali bizga hayotning haqiqiy qimmatining qancha yil umr ko'rishda emas, balki keyingilarga qandoq bir ruhni qoldirib qo'yishda ekanligini, haqiqiy muvaffaqiyatning qanchalik boylik to'plashda emas, balki dunyoga qandoq narsani miros qoldirishda ekanligini, haqiqiy ma'orifning faqat bilim o'gitishda emas, balki mangu olg'a intiladigan ruhni singdirishda ekanligini, uning har bir inson ado qilishga tegishli muqaddas burch ekanligini bildirib qo'ydi. Mana bu John Harvard bizga qoldirib ketgan mangulik boyliqdir.